Bir necha yillardan so'ng atrof muhit qay darajada o'zgarishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Yer sharining bugungi holati o'tgan asrga qaraganda misli ko'rilmas darajada o'zgaribgina qolmay, balki avlodlarning e'tiroziga sabab bo'ladigan darajadagi muammolarni vujudga keltirib ulgurdi. Bugun ona tabiatning sofligi haqida so'z yuritishning o'zi mushkul hol. Yer yuzidagi o'rmonlar ko'payish o'rniga tobora kamayib, tabiat va havo har xil chiqindi va gazlar bilan ifloslantirilmoqda. Bu esa tabiiy toshqinlar, o'rmon yong'inlari, chang ko'tarilishi kabi o'ta achinarli jarayonlarga sabab bo'lmoqda. 1970-yildan buyon yovvoyi hayvonlar va qushlarning soni 3000 turga, havo va quruqlikda yashovchi jonivorlarning turlari 76% ga, yer ustida hamda suvda kun kechiruvchilar soni esa 39% ga qisqargan. Har yili minglab gektar maydondagi o'rmonlar kesilmoqda. Har kuni atmosferaga 60 million tonnaga yaqin karbonat angidrid gazi chiqariladi. Buning oqibatida esa dunyo okeanida suv sathining ko'tarilishiga olib kelmoqda. Biz o'zimizdan keyingi avlodga qanday kelajakni meros qilib qoldiryapmiz? Bu dunyo, undagi hayvonlar hamda tabiatni asraylik. Har bir shaxs ekologiya uchun mas'uldir. Tabiatni asrash o'z qo'limizda.